Boy aka, 4-mavzuga kelganman. Mana shu ko'rib turgan uylaring sotuvga qo'yilyapti. 6 sotik, 5 xona. Bilasizlar, bu tomonlarda uchastkar narxi juda ham qimmat. Mana uyimizni ko'rinishi. Mana bu asosiy uyimiz. Mana bu tomonda yarmini pishgan ishdan qilgan, yarmini bu tomon xomushdan bo'lgan. Mana bu yerda bitta xona, yopsa bo'ladigan ayvon. Mana ikkinchi xonasi. Mana bu yerda ikkitadan dush qilish kerak bo'lgan. Egasi bu yerda qo'rsang bo'ladi. Mana sanuzul xonasini. Bu yerda tayyori bor. Mana bu yerda sanuzlar уже bor. Suv, sovuq suv, otopleniyalari hammasi joyida. Uyda egalari bilan nima qoladi, nima qolmaydi uyda ichida, uni o'zingizlar hal qilib olasizlar. Mana kranda sovuq suvi ham bor mana. Mana aytdiga mana agvi qilib qo'yishgan. Mana hozir asosiy uyga kiramiz. Mana asosiy uyga kiryapmiz. Bu katta ayvonimiz ko'rasizlar. Katta baqay o'tib yotibdi. Bitta futbol o'ynasa bo'ladi. Mana qarang, bu yerdan boshlaymiz. Mana bitta xona. Men aytgan endi kuxni garnitur qilib qo'yishgan mebellarni. Oshxona qilib ishlatib turishdi, o'zlaring kerakli xohlasang, nima qilsalaring qilib olasiz xolos. Bu spalniy xonasi mana. Remontlari yaxshi, svejiy remont. Oddiy o'zbekona uy. Otopleniyalari bor, hammasi ishlaydi. Uyning narxini endi men bilmayman, sizlarga qimmatli qiladimi, arzonlik qiladimi? O'zlaring fikrlaring kommentariyada yozib ketasizlar. Egasi 93 ming dollar deyapti. Kelishtirib beraman deyapti. Atak o'zing savdolashaverasizlar. Bilasizlar, bu yerda 4-mavzuda 1 sotik yerlar hozir 10 ming dollarga ham chiqib ketgan. Bu yerda qo'shimcha uy ham bor, egasini o'zing savdo qilib olasizlar. Mana bu yerda yana bitta mehmonxonasi bor. Bu 3-xona bo'lyapti. Yoqda boya ko'rsatdim. Bitta xona, 4-xona, mana ayvoni. Endi 5-xona xorsa ham bo'ladi deb hisoblasa bo'laveradi shunday. 6 sotik, 5 xona, 93 ming dollar narx. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Pastda o'zim raqamni qoldirib qo'yaman. Menga aloqaga chiqsalaring, egasini ko'rishtirib, uyda baraka qilib beraman. Ko'rishguncha.